Siz Nyu-Yorkda uy sotib olmoqchisiz, lekin bankdan kredit olish niyatingiz yo'q. Unda siz uchun yaxshi taklif bor. Assalomu alaykum vatandoshlar. Bu kondominium bildingimiz Shipset Bay'da joylashgan. Bu bildingimiz 3 etajlik. O'zini shinamgina kirish joyi bor. Kirishda uni chap tarafida garaj joylashgan. Garajdan biron kishi parking olmoqchi bo'lsa, 65 mingga olsa bo'ladi. Har bitta apartmentning razmeri taxminan 1000 square feet chiqadi. Narxlari esa 800 mingdan 900 minggacha. Ba'zilarida hovlisi bor, balkonidan chiqiladi. Eng oxirgi etajda esa penthouse joylashgan. Oylik to'lov, ya'ni HOA 300 dan 400 gacha. Har bir xonada topli pol bor. Eng menga yoqqan tomoni penthouse'da, o'sha oxirgi etajda apartmentning o'zidan ham kattaroq balkoni bor, 1300 square feet. 3 ta joydan chiqsa bo'ladi. Bosh to'lovi 250 ming, 300 ming to'lab, qolganini bir necha yilga bo'lib to'lash mumkin. Bu yerda atagi 4 ta apartment qolgan. Kim variantga uy izlayotgan bo'lsa, o'shalarga yuborib qo'ying. Qo'shimcha ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling. Rahmat, salomat bo'ling.